Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Raqamli biznes transformatsiyasi fani doirasida navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ma'ruza mashg'ulotimiz oldingi mavzularda ko'rib o'tgan, ikkita mavzuda ko'rib o'tgan raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar va buyumlar internetga bag'ishlangan edi va uchinchi muhim bir texnologiyani to'xtalib o'tamiz. Ya'ni buyumlar interneti texnologiyasi. Albatta bu texnologiyani ham tarixiy bir ma'lumotlar bilan boshlaymiz. Buyumlar interneti ba'zi adabiyotlarda Internet of Things, ya'ni IoT tushunchasi bilan yuritiladi. Bir necha 10 yillar davomida mavjud bo'lgan bir termin sifatida va bu atamani o'zi aynan 1999-yilda, ya'ni 20-asr oxirida Massachusetts texnologiyalar instituti xodimi tomonidan britaniyalik texnologiya demak kashshofi Kevin Ashton tomonidan demak kiritilgan. Aynan buyumlar interneti g'oyasi bu kundalik obyektlarni internetga ulash, ularni bir-biri bilan odamlar bilan muloqot qilish imkoniyatini demak berishi kuzatiladi. Buyumlar internetining dastlabki kunlari mashinadan mashinaga, machine to machine konsepsiyasi asosida aloqaga qaratilgan va bu yerda qurilmalar ma'lumotlarni taqdim etish va jarayonlarni avtomatlashtirish uchun bir-biri bilan va markaziy serverlar bilan demak bog'langan. Ushbu texnologiyaga asosan ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish va nazorat qilish uchun fabrikalar va omborlar kabi sanoat sharoitlariga qo'llanilgan. 2000-yillarning oxirida smartfonlar va simsiz tarmoqlarning ko'payishi, keng tarqalishi iste'molchilarga mo'ljallangan buyumlar internet texnologiyalari qurilmalarini ham rivojlanishga olib keldi. Bu qurilmalarning birinchi to'lqini aqlli termostatlar, uy xavfsizlik tizimlari va taqiladigan fitness trekerlarni o'z ichiga oladi. Ushbu qurilmalar vazifalarni avtomatlashtirish va real vaqt rejimida ma'lumotlarni taqdim etish orqali iste'molchilar hayotini oson va qulay ko'rinishga keltirishga xizmat qiladi. Buyumlar interneti texnologiyasini yana bir muhim tarixiy voqeasi Kevin Ashton fikriga ko'ra kundalik turmushda foydalanilgan eng oddiy ro'zg'or buyumlari, masalan, elektr choyniklar, eshik qulflari, muzlatgichlar, shu kabi boshqa uy ro'zg'ori buyumlari. Bulardan tashqari texnik vositalar, ko'cha chiroqlari, masalan, eskalatorlar, avtomobil to'xtash joylari, shahar xavfsizlik xizmatlari yoki tibbiyotda qo'llaniladigan boshqa bir texnologik qurilmalar va hokazo ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llaniladigan boshqa bir texnologiyalar barchasi internet bilan qamrab olishi nazarda tutilyapti. Bunda mazkur sohalarning internet qamrovi odam ishtirokini istisno qiladi. Ya'ni buyumlar odam ishtirokisiz ham internetga o'zlari mustaqil ravishda o'zaro muloqot qilish imkoniyatini demak nazarda tutadi. Buyumlar interneti deyilishining asosiy sababi ham aynan mana shunda. Buyumlar orasida internet orqali muloqotga kirishgan eng birinchi buyum sifatida aynan Ashton faoliyat ko'rsatadigan Massachusetts texnologiya instituti bitiruvchisi John Romkening demak tosteri hisoblanadi. Demak 1990-yilda Romke o'zini TCP/IP protokoli orqali ushbu buyumlarni tarmoqqa ulagan va ulardan masofadan turib foydalanishga demak kirishganligini ko'rsak bo'ladi. 2008-yilda esa internet endi haqiqatan ham buyumlarniki bo'lib qolganligini ko'ramiz keyingi slaydlarda. Sababi aynan mana shu yilda internetda ulangan buyumlar soni internetda ulangan insonlar, ya'ni odamlar sonidan oshib ketganligini ko'rishimiz mumkin statistik ma'lumotlarda. Aynan mana bu statistik ma'lumotga qaraydigan bo'lsak, 2020-yilga kelib internetga ulangan qurilmalar soni 50 milliard yoki yer sayyorasida yashaydigan har bir kishiga taxminan 6,6 ta qurilmaga yetganligini ko'rishimiz mumkin. Yuqorida aytdik, demak 2008-yilda odamlarga nisbatan, ya'ni internetda faoliyat ko'rsatadigan, internetga ulangan odamlarga nisbatan internetga ulangan qurilmalar soni aynan oshganligini ko'rishimiz mumkin. Dunyo aholisi va undan ulangan demak qurilmalar soni va bir kishiga to'g'ri keladigan qurilmalar. Buyumlar internetini ikkita muhim bir tarkibiy qismga ajratish mumkin. Bu birinchisi umumiy jihozlar va ikkinchisi demak sensorlarga ajratiladi. Bundan tashqari internetga ulangan buyumlar alohida ekotizimni tashkil etadi. Bu ekotizim yuqorida aytgan uy ro'zg'or buyumlari, televizor, muzlatgich, konditsioner, video kameralar, mikroto'lqinli pechlar, kir yuvish mashinalari va boshqa texnik jihozlar bo'lishi mumkin.
Agar bu buyumlar ekotizimiga qaraydigan bo'lsak, bundan tashqari kompyuterlar, mobil qurilmalar, aqlli uy gadjetlari, smart televizorlarni misol keltirsak bo'ladi, aqlli kolonkalar, radio to'lqinli identifikatsiyalash, demak moslamalari, refit texnologiyalari, obyektlarni demak avtomatik aniqlash usulini beradigan bank kartalari, elektron sayohat kartalari, qolaversa sun'iy yo'ldosh demak joylashishni aniqlaydigan GPS tizimlari, aqlli shahar tizimlarini ham misol keltirishimiz mumkin. Buyumlar internet texnologiyasi identifikatsiya vositalarini to'xtaladigan bo'lsak, jismoniy dunyoning har bir elementi o'ziga xos identifikatorga ega bo'lishi demak lozim. Avtomatik identifikatsiya qilish uchun turli xil demak tizimlar, masalan, radiometkalar, refit texnologiyalar yuqorida aytdik. Optik, ya'ni shtrix kodlar, QR kodlar, infraqizil teglar, boshqa demak texnologiyalar keng miqyosda qo'llaniladi. To'g'ridan to'g'ri internetga ulangan qurilmalar uchun MAC manzil, ya'ni o'sha kanal darajasida yoki IP manzil, tarmoq darajasida kabi identifikatorlardan ham foydalaniladi. Keyingi muhim tushuncha bu ma'lumotlarni uzatish vositalari. Bu simli va simsiz tarmoqlar nazarda tutiladi. Simli tarmoqlar orasida elektr uzatish liniyalari orqali ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarini demak qurishni ta'minlaydigan PLC texnologiyasidan foydalanish demak keng ommalashganini ko'rishimiz mumkin. Simsiz ulanishlar uchun demak bir qator standartlarga mos keladigan tarmoqlarni misol keltirsa bo'ladi. Bundan tashqari o'lchash vositalari, ya'ni oddiy ko'rsatkichlar, haroratni, bosimni, boshqa namlik, yorug'lik, ifloslanish, havo sifati va boshqa ko'rsatkichlarni aniqlaydigan moslamalar, iste'molni demak hisobga oluvchi aqlli hisoblagichlar, qolaversa olingan ma'lumotlarni qayta ishlash vositalariga o'tkazish uchun mos formatga aylantiradigan murakkab o'lchash tizimlarini ham misol keltirsa bo'ladi. Bundan tashqari buyumlar internet texnologiyasi yana muhim bir vositasi bu ma'lumotlarni qayta ishlash vositasi hisoblanadi. Bu yerda bulutli tizimlar, sun'iy intellekt tizimlari, mashinali o'rganish, machine learning tizimlarini ham misol keltirishimiz mumkin. Qolaversa aktuatorlar, ya'ni qurilma boshqaruvchilari, bu yerda raqamli signallarni harakatga aylantira oladigan demak qurilmalarni misol keltirishimiz mumkin. Bu ko'pincha bunday qurilmalar sensorlar bilan tizimli ravishda demak birlashtirilganini ko'ramiz. Bugungi kunda ikkita yirik yo'nalish shakllangan bo'lib, bittasi shu biz hozir ko'rib o'tayotgan buyumlar Internet of Things bo'lsa, ikkinchisi sanoat buyumlar Industrial Internet of Things hisoblanadi. Aynan instrumental jihatdan bu texnologiyalar bir-biriga juda o'xshash hisoblanib, asosiy farqlari bajarilishi lozim bo'lgan vazifalarga taqaladi. Aynan agar buyumlar interneti asosiy vazifasi bu xilma-xil ma'lumotlar to'plash bo'ladigan bo'lsa, sanoat buyumlari internetining asosiy vazifasi bu ishlab chiqarishni avtomatlashtirishdan iborat bo'ladi. Ya'ni bu yerda datchiklar ko'rsatishlari bo'yicha resurslar va quvvatlarni masofadan turib boshqarish vazifalarini o'z ichiga olishi lozim. Bir qator kompaniyalar tahlilchilarni ma'lumotlariga ko'ra 2020-yilda tarmoqqa ulangan sanoat qurilmalarining soni 530 million birlikni tashkil etgan. Bu buyumlar interneti emas, aynan sanoat buyumlari interneti nazarda tutilyapti. Va 2025-yilga kelib bu qurilmalarning soni 20 dan ya'ni 200 milliardgacha ham yetishi mumkin. Aynan mana shu 5 yil davomida bu ko'rsatkichni bir necha barobar o'tishini demak taxmin qilinyapti yuqoridagi kompaniya tahlilchilari. Buyumlar internetiga biz misol keltiramiz, aqlli qarorlar qabul qiluvchi tizimlar, aqlli hisob ishlab chiqarish tizimlarini, intellektual tarmoqlarni, aqlli shahar, aqlli qishloq xo'jaligi, aqlli logistika tizimlari, transport tizimlarini, aqlli uy va aqlli sog'liqni saqlash tizimlari va bularda ishlatiladigan turli xil platformalar, qurilmalarni boshqarish, ma'lumotlar tahlil qilish bilan bog'liq, xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan qurilmalar ham ushbu texnologiyaning eng asosiy elementlarini tashkil etadi. Bu slaydda ko'rishimiz mumkin aynan aqlli tizimlarni konvergensiyasini. Demak, aqlli tizimlar aynan buyumlar internet arxitekturasi o'z ichiga oladi. Demak, aqlli shahar tizimlari, aqlli uy tizimlari hamda aqlli transport tizimlarining konvergensiyasidan. Bundan tashqari aynan mana shu aqlli shahar masalasida bir qancha o'zini tashkiliy elementlar mavjud bo'lib, bularning barchasi aqlli uylarda, aqlli shaharda yoki aqlli transport tizimlarida ifodasini topgan va bu
xizmatlar uchun, bu texnologiyalar uchun ma'lum xizmatlarni, ma'lum bir ishlab chiqarish vositalarini taqdim etadigan kompaniyalarni ham ro'yxatini ushbu slaydda ko'rishimiz mumkin. Demak, buyumlar internet texnologiyasini qo'llanish sohasiga qaraydigan bo'lsa, bu elektron tijoratda, ya'ni B2C segmentida, xaridorlarda, aqlli uylar, aqlli qurilmalar yoki qariyalarga g'amxo'rlik qilish masalasida yoki turli sanoat sohalarida, masalan, aqlli ishlab chiqarishda yoki qishloq xo'jalik sanoatida yoki yuqorida aytib qurilish sanoatida, infrastruktura sohasida dedik, ya'ni aqlli shaharlar, aqlli kommunal o'sha xo'jalik tizimlari, atrof muhit monitoring qilish uchun aqlli hisoblagichlar, qolaversa xizmat ko'rsatishda ham aqlli sog'liq saqlash, transport tizimida va qurilishni avtomatlashtirish sohasida ham bu texnologiyalar keng miqyosda qo'llaniladi. Ushbu texnologiyalarni mana ushbu demak slaydda foydali hamda zararli tomonlariga to'xtalib o'tilgan. Albatta, bu texnologiyalarning uydagi foydalari juda ko'p, sanoatdagi foydalari, vaqt tejamkorligi nuqtai nazaridan, pul va energiya tejamkorligi nuqtai nazaridan ma'lum bir ma'noda juda katta imkoniyatlar beradi. Shu bilan bir qatorda bu ham tarmoq nuqtai nazaridan mavjud bo'lganligi sababli xavfsizlik muammosi ushbu texnologiya uchun ham ahamiyatga ega. Bundan tashqari boshqaruv muammolari, ma'lumotlar va uning xavfsizligi masalasi va atrof muhitga ta'siri ham ushbu texnologiyalarning zararli demak tomonlari hisoblanadi. Endi ushbu texnologiyalarga kiradigan ba'zi bir misolga to'xtalib o'tilgan aqlli karnaylar, demak Amazon kompaniyasi tomonidan mashhur ovoz bilan boshqariladigan karnaylar, savollarga javob berishi, talablarga binoan musiqani chalishi, uyni o'sha boshqa aqlli qurilmalarni boshqarishi va hokazo imkoniyatlarni taqdim etadi. Bundan tashqari aqlli qo'ng'iroqda demak eshik qo'ng'irog'i kimdir demak o'sha eshigingizni bosganda demak ogohlantiradigan yoki kim ekanligini aniqlab beradigan moslamalarning mavjudligi, uyda avtomatlashtirilgan yoritish tizimlari yoki aqlli termostatlarni ham misol keltirsak bo'ladi. Bundan tashqari mana keyingi slaydlarda bir qancha misollar keltirilgan aqlli pechlar, juda ko'p kompaniyalar tomonidan robot chang yutgichlar, zamonaviy muzlatgich va kir yuvish mashinalari, brasletlar, oynalar, aqlli uylarning prototiplari Toshiba kompaniyasi tomonidan yoki aqlli mashinalar, Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Google Glass o'sha ko'z oynaklari va transport tizimida ham keng foydalaniladi dedik. Aynan mana BMW favqulodda to'xtash yordamchisini, ya'ni emergency stop assistant ishlab chiqdi va shu orqali mana Mercedes-Benz avtomobil modellarida ham diqqat yordam o'sha opsiyasi mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Volvo shahar xavfsizligi tizimidan City Safety demak tizimini ishlab chiqqanligini demak ko'rishimiz mumkin. Bularning aksariyati buyumlar internet texnologiyasi asosida ishlaydigan bir tizimlar hisoblanadi. Yoki fikr orqali boshqariladigan texnologiyalar. Minware mobil aynan 2EG mini garniturlarni ishlab chiqib, biosensor texnologiyasi bo'yicha o'nlab yillar davomida olib borilgan tadqiqotlarni yakuni sifatida nazorat qilish yoki fikrlar orqali ma'lum bir jarayonlarni boshqarish imkoniyatini beradigan arzon miya to'lqinlarini o'qiydigan demak garniturani demak ishlab chiqdi va buni ma'lum bir ma'noda amaliyotda foydalanish uchun tatbiq qildi. IoT texnologiyalarni kontekstida uchta katta bir kamchiliklar ham ko'zga tashlanadi. Birinchisi, mashina uskunalari serverga ma'lumotlarni faol ravishda yuborish kerak. Aynan mana shu sababli ma'lumotlar mashina uskunalari demak xabarga faol surish imkoniyati demak mavjud bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda faqatgina ma'lumotlarni yig'ish kabi ssenariylari hali ham mavjud va bu tez manipulyatsiya ssenariylari uchun faqat mashina va uskunalarni o'z vaqtida faol olish uchun demak ishlatiladi. Ikkinchisi, bu xavfsizlik omili yuqori emas va uchinchisi, bu kompyuterlar va mobil telefonlar kabi mijozlar bilan o'zaro aloqada bo'lgan terminal qurilmalardan farqli o'laroq kompyuter buyurtmalari va internet resurslari juda cheklangan mashinalar va uskunalar uchun demak buyumlar internet texnologiyasi sharoitida aynan mana shu mashinasozlik uskunalarini diversifikatsiya qilish yoki HTTP protokollari demak to'ldirilish yoki XML yoki JSON ma'lumotlari demak turi
demak vazifalarni bajarish ham imkoniyatlari ko'rsatildi. Buyumlar internetda xavfsizlik masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, biznes uchun xavfsizlikka xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan bir qator qurilmalarning demak zaifliklarini tuzatishga yordam berish bilan bir qatorda xavflarni himoya qilish, aniqlash va monitoring qilish orqali internet qurilmalari va ular bog'langan tarmoqlarni tahdidlar va buzilishlardan himoya qilish harakatlari kuzatiladi. Bundan tashqari xavfsizlik aynan buyumlar internetda juda muhim masala. Sababi bu qurilmalar ko'pincha sog'liqni saqlash, sanoat yoki boshqa sohalarda qo'llanilganini e'tiborga olib, bu yerda xavfsizlik buzilishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Aynan buyumlar internet xavfsizligini ta'minlashda bir qancha qiyinchiliklar ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari buyumlar interneti xavfsizligi odatda apparat va dasturiy ta'minotga asoslangan chora-tadbirlarning kombinatsiyasini ham o'z ichiga demak oladi va bu xavflarni qanday oldini olish masalalari ushbu slaydda demak keltirib o'tilgan. Dastavval inventarizatsiya, tahdidlar, ma'lumotlar hajmi, egalik qilish, xilma-xillik va operatsiyalar orqali bu qiyinchiliklarni ma'lum bir ma'noda demak bartaraf qilish mumkin. Qolaversa, buyumlar internetida xavfsizlik va maxfiylikni ta'minlash bo'yicha bir qator tavsiyalar berilgan. Birinchisi bu autentifikatsiya va avtorizatsiya masalasi. Ikkinchi ma'lumotlarni shifrlash. Uchinchi xavfsiz dasturiy ta'minot va proshifka yangilanishlari. Va to'rtinchisi foydalanuvchining maxfiyligi va normativ muvofiqlik, ya'ni o'sha yot qurilmalari ma'lumotlarni himoya qilish qonunlari va maxfiylik qoidalari kabi amaldagi qonun va qoidalarga albatta muvofiq bo'lishi talab etiladi. Va so'zimizni, ma'ruzamizni ushbu bir fikr bilan yakunlaymiz. Buyumlar interneti bu aysbergning faqatgina demak uchi. Bu agar e'tibor qarasak, buni negizida bir qancha yana katta tizimlar, texnologiyalar yotganligi aynan mana shu jumladan ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.